1171-yili Temirchin onasi bilan xo'shlashdi. Otasi uni elib yiroqdagi Qo'ng'irot qabilasiga qudilish uchun bordi. Bo'ldi, Temirchin, sig'lama. Mush ketgunimcha bir yil turib qolasan. Men nima bo'lmayman. Halodan o'tdan xabar ol. Kel. Ay. Temirchin, yigitdek bo'l, ha? Mana, yura. baq. Yasigay. Tatarlar og'zidan o'tadilar. Bir necha odamni ortiq ilmasli bo'ladi. Ay, qutlash qilinadigan tursa, o'ncho'la odamlarni el o'ltirib qilaman. Xotirjam bo'l. Ko'k tag'rim omon eson saqlaydi. Shu vaqtim bahs bo'lsa. Azrman. Hocam, Tatarlar avlidan oxiri o'tib ketdik. Dada, ko'lning u tarafi Qo'ng'irot qabilasimi? Ha, ko'ldan o'tsak tog'ning u tarafi Qo'ng'irot qabilasi. Toto, kechib qoldi. Oldimizga o'rmonda turaylik, ha? Ha. Kela. Doktor, ha? Avval Gulxonga qilat. Men Temirchin bilan aynib kelay, ha? Hocam, Gulxon yoqmayli. So'g'uq suv bilan go'sht yasaqli bo'ldi. Qo'ng'irotlarni avval ketma qoldik-ku. Nimadan qo'rqsan? Ma'qul. Dada, bu yerda chiroyli ekan. Agar Qo'ng'irotlarning qiziga choy ishkizib qo'ysak, bu yerda bir yil tursan. Bir yil? Ha? Yesugay, Qo'ng'irot qabilasiga qudlash qilib ketgan bo'lsa, Tatarlarning avlidan o'tmay qolmaydi. Sen nima uchun Tatarlarga uni o'ltirgizatmaysan? Tatarlarga o'ltirgizatamdimi? Tatarlar Mo'ng'ullarga o'shtirsa, bo'yningdagi qapoqmi? Baba, tushundim. Ishqimlar Tatar ovliga darhol odam avat ola. Xo'p. Dada, anlashimcha Jurjiklar shosh otga o'xshaydi ekan, shundaqmi? Nima deysan bola?
Jurjitlar burun ovchilik bilan tirikchilik qilgan. Keyin Xitoylarning zulmiga uchragan. Ular hammasi ot minishga, o'qiya etishga, jang qilishga mohir. Kishilarning deyishicha, bir tuman Jurjit bir bo'lib olsa, ularga hech kim tenglanmaydi ekan. Keyin ulardan Og'uda degan bir botir chiqqan ekan. U Jurjitlarni boshlab isyon ko'taribdi. Uzun o'tmay So'g'xonligining Belyan shahrini egallab, ikki xonini asirga oldi. Hozir Oltin xonlar kuchayib ketdi. Ular Changan daryosidan bosib o'tmoqchi, yana butkul yayloqqa hukmronlik qilmoqchi bo'lyapti. Xanjula, nimishqa qo'ydik yuvosh, ha? Yo'q, yo'q jamoati va palvonlari, yana Yefey, Xanjularmi shashatga o'xshaydigan odamlar. Ammo ular nimishqa Jurjitlarni yengolmaydi? Ularning xoninadan, ularning xoni yaxshi yomonni farq etolmagachga, yomonlarning xo'riga yo'nab, yaxshilarga kun bermaydi-da. Yefey otib olish qismini chinxul o'ltirayotgan emasmi? Hocam, yo'ldan ezib qolmagandingiz? Yana bir qiz turdi. Shuni o'zim so'rab boqaylik. Ma'qul. Qizchaq. Qo'ng'irot qabilasiga qandoq ma'lum? Qo'ng'irot qabilasi mana mushi. Kim bo'lisizlar? Biz Mo'ng'ul Qiyom qabilasidan. Sizchi? Ismim Berta, Qo'ng'irot qabilasidan. İsmingiz nima? Temirchin. Qizchaq, uyingiz nerede? Ay, yerda. Berta. Kim bilan pranshotsa? O mening dadam bo'ladi. Ha? Deysecan? Oy, silimidilar. Deysecan qudam. Ya, sugay qudam. Voy voy, qayshaman silidek az mehmonni bu yerga uchib keldi. Bu qiz shamir o'tchaylarning urug'ini qayqab choy qullarning terisini qarzitgan emasmi? Berta, o oltin urug'liklarning botiri, o'zing kichik opangning uydagilar bo'ladi. Salom bermaysan-ku? Salom kichik dada. Bo'ldi. Voy, bu o'g'illarimi? Temirchin, tog'angga salom bermamsa? Salom tog'a. O'lim bilan ishkolarning izni bosqidak, texi yayloq botir ekan. Yursizlar, uyga boraylik. Ma'qul. Ko'rdingmi qo'ton? Mening deydilar. Ya sugay, Temirchin uchun qizimizga choy ichkizgili ketdi. Shundaqmi? Ishlar o'ngga tortibdi-da. Qandoq ish? Oqshom tushimda bir shunqor kun bilan oyni yurib o'lib, olqinimga kirib qolmagidek. Shundoqmi? Shunqor yoylig'imiz osmonda uchiradigan botir qo'sh. Kun bilan oy bo'lsa, orzulab kelgan qog'onimiz bilan xotinimiz. Mana bugun tushimga ayon bo'lib, bir shunqor olqinimga kep qo'ndi. Qizlar Berta bu yil necha yoshga kirdi? 10 yoshga. Berta. Chedronlardagi to'ttiq narsa nima u? Nima? Yilqi, uzunchoq, ustiga qo'y terisi qo'ygan narsa. Ha, u degan qop, yotadigan narsa. Sizlar nimishqa uni ustida yotsizlar? Yerdan ustun yotsa, so'g'izmi? Nima etmaydi? Ha, katta. Amsa, kattaki yilqi, siliq, gullik narsa. Ha, qavar yotgan, o'tirtizlanliklar shuni yapadigan. Teridan ham yengil, ham yumshoq, bek rohat. Katma yindiki, havaran tashiq narsa. Ha, kitob u, Xitoycha, Jurjitcha, hangi kitoblar? Siz xotinimsiz? Xitoychani az to'la taniyman. Ha, sizga xat yetib qo'ying-ya. Yo'q.
Nimishqa? Moğol ecdatlarının qisosini ilishdi qilishqda yanğılık. Kitapla nima kerki? Kitap odamga aql yutidi. Odamning aqlini kitobga putib qo'yganmi? Qaranglar bu ishki bolaga. Ko'ni do'stlardek chiqishib ketdi. Tangri nesib qipti. Tensajan qudam. Olqonlardagi go'harlari bo'rtani kelin qilib olsam deyman. Qandaq? Yelindirib bergan qizning yuz obro'li bo'lishimi, yelindirmay bergan qizning izzat hurmati bo'lmasligimi naqtayin. Qiz bor degan-ku kishining odimi. Bo'pti. Qudlasa qudilshayli. Qizimni o'g'illariga beray. Sharaf keltir. Mana. Hey. Choyga sut qo'yib tursam setmaydi ekan. Hanzula shunaqa chamdi ekan. Tetmayotganda davomli qishpaslar xumor bo'lib qoldilar. Undaqda bu bo'lmaydigan narsa ekan. Choy ichadigan hanzula, qimiz ichadigan jurjitlarga tenkilanmaydi. Yayloqdikilar bunday narsa ichsa ojizlab ketadi. Jurjitlarni bo'zaq qilishdan mangu qutulolmaydi. Yasugay qudam. Hanzula ishlagan sharobni ichib baxsizlar. Ha, bo'ladi. Qo'ysizlar. Ay, qandoq sharab bu, ha? Bu yerlar bek yaxshi ekan. Ay. Bo'rta, ulug' oltin xonligi sizlarning bu yerdan ham cho'ng, ham boymikan? Albatta, ular egi sepilishida yashaydi. Boyliqlari haddi hisobsiz ko'p. Egi sepilishida yashasa, o'xyani qandoq otidi, molchorlarni qandoq boqidi? Shuni bilmamsiz? O'tir tuzlanishdikilar teriqchilik, hunarvalik qila oladi, yana rahlarni to'qiy oladi. Hargizni molchori beqib yurmaydi. Teriklardan boshqalari ot minib, o'xya etibmi yurmaydi. Ay, ot minish, o'xya etishni muhmisa, undaqda chog'liq qilinayotgan bu. Rost deysiz. Bular işte o'zini tez aytib tishlamaydi, qo'rqmang. Yo'qsa yuroqroq aytsangiz bo'pti-ku. Ishtimi qo'rqamsiz, to'g'ri yurak. Men bo'ri yo'lsadan qo'rqmayman, lekin ishdan so'ng qo'rqaman. Kichkimda meni ishtishlog'i. Xo'ja! Yasugay xo'jam ketmoqchi, tez bo'ling. Qaytib berib, xo'jangiz Targ'utayga deb qo'ying. Biz tatarlar yetkizgan xabar uchun unga tashakkur etmaymiz. Kelgusida jang maydonida ko'rishayli. Xo'p. Magujin segulti. Qanday qilamiz? Ay, tog'a, Yasugayni yengalamsiz. Elish baqqan. İlişmayla meni atdan tushirib etgan. Men uni cho'qib o'ltirib yetaman. Kelgusida uning ismini o'g'limga qo'yib qo'yaman. Yaraysan. Ya kecharan. Odamlarimizni yig'ib, Yasugayni oldi chiqayli. Ma'qul. Oldirmanglar. Meni bir yaxshi amalim bor. Birimizni ziyon zahmat kuchirmay turib, uni yo'q tutalaymiz. Ha? Qanday amal? Meningcha, Yasugayni qaytish yo'lida. Tömürçinning bu yerda qog'indan xotirjam bo'lsalar, uni o'rtadinmi, obdan kutimi. Ay, uni bek ak qilvatmisizlar. Boshqurganda boshqurib, savash to'g'ri kelsa, savaşni yurasizlar. Ammo savaşqa qo'lim bormaydi. Qanday qilibas? Hurmatliga rahmat, uzatmasizlar. Tömürçin, qiynoqdan ko'proq o'ynalgan, ha? Men bordim. Xo'sh. Hoşamsa. Xudo xo'sh. Ahyol bo'lsin. Ahyol bo'lsin.
Hocam. Tatarlarning avluga yıkılışıp kaldık. Geldi! Neçeden ken? Pişkener! Yaxşı, tez bulunla! Oturla! Tağa, bir gün Yasugeni öldürelemiz mi? Ensirme canım buqa. Yaylaq adeti de Dasturxan yerinden ötken atıqla çokum attım düşüp Dasturxan'a kelip Sahipxan bilen tang g'izalınıdı. Sahipxan mı g'iza tamla bilen kütüdü. Bu hem mehmanlarga bo'lgan hurmatni hem Sahipxanның qizg'inligini bildirdi. Lekin bizning Mo'g'ullar bilan necha avlod o'sha davlatimiz bor tursa, Yasuga sendek o'ylagan bo'lsa, 10 yil ilgari Chiladuning xotinini bulag'anda kallam ilinib ketgan bo'ladi. Hocam, ormanda ziyafet ötküzetipti. Egip öteyli. Biz atoğrusunu mısak? Sahipxanға salam berip öteyli. Tatarlar bu kasçı. Hey, hocam, yaklaşmışlar. Ha, Irak'tan kelgen mehmanlar. Çekçer tağ bağırdaki seyir dalada yaşaydıgan Tatarlar tolumu mehmandoz keledi. Eğer yoluşlar kep kalsa, huşbo'y qimizlarimiz içip sefer hadıqını çıkırıldı. Uzun seferde ıssap kesse, uçuvatkan gazmi toktaydı. Bunu Sahipxanның köngli. Bırak, sefer usulü bağışka azrak içeyli. Doludu, merhamet. Çoğrak kasa epin Allah. Ben erkiley. Oturusla. Mehman, özleri nereden kiliştiler? Kongorat kabilesidir. Kongorat'tan bizler. Bu ya geçe ağırlık hili bacım o. Gene. Gene asla. Sayxın, sarxat yoğun, altın xondun, durgacu, Ahmet xondut, tanartan, alğandırım bariya. Un şimdi sarxatın, unçin hugin, nalmoste, uşu durun, harsalın, urçi jurhın dilinte. Yasugay, bu balını tanıdın mı? O Tömürcün Öge'nin yetim oğlu Calın Buka. Sen onun dadısını öldürüp etken. O sana zehirli kımız içkizip seni o dünyaya uzutup koymakçı. Hem de kısas ilindi. Ne gücünse güldü. Cengahtaki işini, cengahtı el kılışın kerekidi. Eğer kançı kısaslık düşmen bu, dastıkanda oturmalarını kastırmaydı bu. Nemi üçün peskeç tıkırıp, beni düşmün kastayacağım. Eğer yoşurun kastırgen bolsak, aldığında tümen adam yarattı, kıymiçi mi kılıp ettik? Bırak. Hazır seni, daha doğru da bilgimiz için, cesidilini, bütün kaldığını dedik. Sen, kitlen küçüge, buyum harbi çakıdek boğunu bilen, çayandığımı zehir bitkensen. Küllerine bir de evlatlarım kısasında ağanda, koluğu düşken, uluğu şah tatarlarım, bürünü mü, aman koymaydı. Yasugay, bu geplerini bulap gelgen xotununga tekin. Yolda hayalli bolmasan, doğru küçünü gözetkiçe, boğuzu tul xotun ölüm bilen yeni körşeleysen. Yunla! Hocam,
Hocam, oldu giteyli. Yasugi. Mağlik qani. Mağlik. Mana men, Oqsoqol. Mağlik. Temirchinni elib, qudlishga berib, qaytashimda tatarlar qaslib etdi. Yashamaydiga o'xshayman. Sen Qo'ng'irot qabilasiga berib, temirchinni ep kel. Hozir boray. Qask putirg'animni uloqqa etma. Baba, Yasugay tatarlarning zahirli qimzini ichib, hozir sakrat qapti. Endi men Targ'utay, Mo'ng'ullarning Oqsoqoli bo'ladigan bo'ldim. Kalap bo'lgan qo'za nega qochalaydi? Esingda bo'lsin, uning aksi, imsi, yana oti bola manliklar bor. Temirchinchi o'lmabdimi? Temirchin Qo'ng'irot qabilasi ekan. Teysachanning uyida qapti. Uni bir ofat. Unimi yo'qotib kelik. Acaba o'lim bolasini bizga topshirib berib xotirjam bo'lamabdimi? Yo'qsa, undaq o'ylamaslar. O'lim temirchinni bir ko'rib olibla. Yana akab qo'ymoqchi. Ko'dilar. Temirchin bu yerda o'z uyida o'ynab yurmanda. Qaytib berib o'limni deb qo'yslar. Esida bo'lsin. Besh bog'langan yigit qizning uyida ish kuyug'il bo'lib turadi. Bu yoyloqda almisaqdan o'dim bo'lib kelayotgan odat. Meningcha, o'lim qudam buni albatta bilish kerak-ku. Xonim, iltifot qilib qoidasizlik qilganligimizni afu qilg'aylar. Temirchinni o'nin vodisiga ep ketay. Qachon ep ketmoqchi bo'lyaptilar? Hozirla. Bir kech tunab, otlarni harda qoldirmandilar. Bo'ldi, etimning xeli maqturba. Qudam balsin shuncha sevim ketgan bo'lsa, bo'pti, berib kelsin. Hashqalloh, deysajan qudam. Ko'rda, nima bo'ldingiz? Yana qaytib kelamsiz? Nima deydigansiz? Siz mening loyig'im tursiz. Qayda bo'yicha sizni elib onun vodisiga qaytquchi yerinizda turman emasmi? Nima ish kelmaydi ekanman? Sizdek bir shash atqa nuqtasini oldim. Qaytib kelgandan keyin yelimdan bir qadamni nari ketkazmayman. Saqlab turing. Keyin ismi saqlab.
qilib edi. Temirchini mang'izmisli bo'ladi. Bu qanday qayda bo'ldi? Menimcha, Yasugayning uyda cho'qim bir ish bo'ldi. Temirchin kelmasligi mumkin. Temirchin keldimi? Teh kelmadi. Temirchin teh kelmadimi? Keldi. Yasugay, u cho'qim keldi. Tahriq qildirsizlar. Men o'lsam, bir to'qay bolalar yetim. Ikkovlar tum qoldirgan bo'ldinglar. Men uchun ularning holidan xabar berib qo'y. Bular ko'nglimni ranjitgan yerlarim bo'lsa, tillasam bo'ladi. Ularni ayb nimagaysan? Yasugay. Xotirjam bo'lsinlar. Xotirjam bo'lsinlar. Temirchin! Dodo! Temirchin, esini bo'lsin. Meni tatarlar qimizga zahar silib qasladi. Kelgusida Mo'g'ullardan kim oqsoqol bo'lishidan qat'iy nazar bu yarim choqdan oshqonlik tatar erlarning hammasini o'ldirdilar. Birini qo'ymoqlar. Yasugay, biz bilan vidolashganlarga bir yil bo'ldi. Bugun bolalarni boshlab sizlarga yo'qliqqa keldim. Dodo, qon sovsini deh olmadi. Xotirjam yotqaysan. Tatar erlarni burni qo'ymay qirvatgan kuni Burg'on tog' oldida ruhingga nazr berman. Dağartay, Labay, hamma. o'lim bilan balları qini. Bo'ronda qoliq Yasugayning qabrisini yo'qlig'iga ketdi. Nima? Bütün qabildikilar ota bo'g'larimizga atab, nazr berdigan mushundaq ulug' ishqini so'ralmay qilamdi-ka? Haddidan oshqinni qara. Hamma vaqt qarali o'tdi. Tilovatni boshlayveraylik. Merhum ecdatlarımız bugün Qiyon qabilsidagi Toyjig'ut, Jurkin, G'o'nqutan
Hem börçigin uruqlarının uşaq çoğunları siləgə nəzir beriyatımız. U dünyada xatırcam yapqaysıla. Ruhinatınla biz Moğol qoğumlarının ronak tepişimizga, mal varamlarımızның avışıga, bəxt saadətdə asayişlik turmuş keçirişimizge, uzun ömür körüşümüzge medetkar boğay. Hanım! Taycıqıtlardan örbay mumay, sizlerini saklamayla nəzirini başlaptı. Çıpsan qaytınla, yeni keçkip kalsanla, nəzirlik mi bəhmeydiğen oxşaydı. Nəzirlik verilmişse, uruq cəmə şəcərisini çıqırıb etkenlik buludu. Bu çaqçaqılıqla işləməz. Doğru deydiler. Bununla tez qaytaylı. Elçin hatun, bu ölüş nazırlık silinin. Erleri ökün barqaqni, erim abbağayga oxşaş tatarla bilen jurjitla çahar mıqtı mıqlap öldürüp etken. Tələylirge seçebek çoğun boldi. Erlerinin ruhi sile jurkinlerinin ronak tepşimlağa medet boğay. Asla. Heşkallah hamma. Nəzirlik neymiş ki bizge kalmadı. Keçikip kaldınla. Ama nəzirlikte hemmeyle onun isivisi bağı. Yesugay ölüp gitti. Balalarımı tek küçük dursa, bizim kıyanlar katardı kömeğe vatandılar. Ölün. Bir yıldan beri sile otoballağa açtısı aç, su berip geldik. Yamanlık kılmağandınız he? Otoboğullarımızı nezir berdiğen muşundaq oluk ışkımı keçip kilemsile. Nezirınlarda otoboğular bulmağan diken, silegeyen nezirlik berişinin nimi açtı? Nemi diyorlar bu? Yesugay erleri ambağayının kısası alımın dep tatarla bilen öçekişip kalmış için kaslandı o. Emiler tükürüp bir topu konmaydır bizim taşı yapmakçı bulup atam sile. Belkim Yesugay'nın ölümüge sizdek bulap gelingen Meskut'un sebep boğandı ha kaçan. Hay ama Ölün. Eriniz hayat çağıda bana Xulcun Zelxa dep laqab koygan. Şu çağda kişiler meni bexil, aş göz dep oylap qalgan. Onun ölümüge ihtimal bana tökmet qalığı sebep boğanda dayıllık. Vay can! Yoxat! Temircin! Oldu kılım! Oldu kılat! Babamla hakaret yavatıdı oldu kılım! Beni koylat! Beni koylat! Oldu kılım! Koylat! Oldu kılım deymen! Sıla! Demişçi bir ağız dünya gep kımaysıla! Vicdanına ne gitti? Hey! Mama, qaltis obda iş oldu. Kögen sen, Yesugay'nın oki inlerinin hiç qaysı ölünge yanbasanmadı. Mana emdi qağanlık sanın isip bulduğan boldu. Gök tanrım, bizden onbağay qağanın avladı işkenligimizi unutmaptı. Örbay Hatun'un buyruk! Kıyan kabilesinin işsiz aldıları derhal kenaşçıdırığı kenaş kibaraydı! Kıyan kabilesinin işsiz aldıları derhal kenaşçıdırığı kenaş kibaraydı!
Elçin Hatun, Örbay Ulu Hatun, Moğol esizanlarının erlerinin kengaşi katmışkı buyurgan tursa, sil neme keldiler? O ayol emasmikan? O Ulu Hatun. Men Ulu Hatun emasmikanman? To'xta, Hoş, Elchin xotin o'tiraversin. hop. Hammanglar turibsizlar. Yesugay vafot bo'lgandan keyin Mo'ng'ul qiyon qabilasi yangi oqsoqolni hozirgacha saylamadi. Qabilaning cho'ngi sifatida sizlarga boshchilik qilish yo'lim bor. Mening navram Targ'utay Ambag'ayning cho'ng navrisi. Yesugay vafot bo'lgandan keyin u Mo'ng'ullarga boshchilik qilishga, qolgan bo'lishga tegishli edi. Shundaqmi? Targ'utay, deb baqsizlar. Yesugay Aran oqsoqol atalgan yerda sizlar ko'rsatgan qaysi xizmatlarga qolgan bo'laman deylar. To'g'ri, qile Targ'utay deb baqsin. Navradning eg'izga og'ichilik xizmatlari bo'lmasimi, lekin u Ambag'ay qolganning o'z navrisi. O'g'lim Sachabagmi Erkin Batqoqning o'z o'g'li. Bo'ldi. Kim qolgan bo'ldig'ini keyin deyishayli. Hozir Targ'utay muhim ish to'g'risida sizlar bilan maslahatlashmoqchi. Ammolarga ma'lum. Yesugay bir shum xotinni, ya'ni Markitning xotini o'lini bulab kelganligi, ham tatarlarning oqsoqili To'mirchin o'ygani o'ltirib atganligi uchun biz Mo'ng'ullar mushu ig'ir kunga qoldik. Endi Yesugay Tangirning dargohiga ketdi. Tatarlar, Markitlar har qachon bizning qisas elish qitish bilab turibdi. Mo'ng'ullar ig'ir balay ofatga yuzlanib turibdi. Shunga qaror qilamanki, butun qabiladagilarning bir maqammay hammasi ko'chidi. Bir o'ylik. Yani aşı şumxotun ölüm bilen küçüklerle qilib qoladi. Qo'shilmaydiganlar bormi? Bo'lib kelingan osh xotinni deb tutkul qabili bilan qarshilashadiganlar bormi? Nagin tayshi, Dag'aritay. Biz albatta umum nazar tutamiz. Yaraysizlar. Biz darhol ko'chaylik. Nega ko'chimiz? Men bilan ko'chisizlar. Nima uchun biz bilan ko'chmaysizlar? Bugun zodi men bilan qarshilashmoqchimi? Shundoq. Biz oltin urug'dan nima uchun sen bilan ko'chib ekanmiz? Manglik. Jurchaday, Dag'aritay. Men bilan ko'chma. Mening ko'shkim yo'q. Mol-charo boqadigan yerni o'zim topa olayman. Aka, ketaylik. Yura. Dag'aritay. Uyim vayron bo'lmasin desam, men bilan qarshilashma. Bulunglar. Tez tuğla. Sen bulunglar. Sen. Fatih abi ekliler. Bulunglar. Tez. Çakma çubuğuna tez. Bulunglar. Çakla çubuğuna. Bulunglar. Tez. Mushundaqlik ketib qolsam, To'mirchinlarga mega bo'lamaymiz. Lekin Yesugayga 100 kilomayapman. Hay. Yesugayning kushanisini keyinga mangmi saqlab bo'ldi. O'lim bilan xo'shlashib qo'yandik. Qanday xo'shlashimiz? Bir chekim o'rta tugashdi. Endi Targ'utay bilan Sachabagdan kulik qoldik deb xo'shlashamdik. Maylamsa, bardigan yerimizga boraylik. Mo'ng'ul qiyon qabilasi vayron bo'ldi. Yaylaq kun o'tgan shamalda talay boyatlar yo'qolgan bo'lib ne choydek lazzatlik
akşam senin kalbimde saklanıp kalgan. Dağın üstüne tutkan bu makan, senin bilen buldu bir payan. Tar kaldı şöhret barça iqlimga, çupalla kalbide aman o yolga. Ah hey, ah hey, ah hey, ah yeah. Tuğan her bir boğak çekrede, senin